Gapirayotgan gapingizga ahamiyat bering. Hozir biz o'rtog'im bilan o'tiribmiz va aytyaptilarki, bilasizmi, men o'rtog'im bilan mana shu 20-25 yil avval shu gapni gapirgandik, biz Yevropada yashaymiz degan. Va ishonmaysizki, hozir men mana Stokgolmda yashayapman, u qiz esa Londonda yashayapti. Shuna dib etib xayolimga keldi. Mana bolaligimda men chet elda yashayman deb juda ham ko'p gapirganman. Hattoki bu orzumas gapirganman. Gapirayotgan gapingizga ahamiyat bering. Jinnimisan yoki bo'lmasam meni boshim og'riyapti, qo'y, meni yuragim og'riyapti. U unaqa men erim bilan ajrashaman. Xullas. Har bir gapingizda shunaqangi narsa borki, men bu aytardilar kichkinaligimda. Ikkita yelkangda farishta o'tiradi Hilola va har bir so'zingga omin deydi. Qaysi so'zni aytishingdan qat'iy nazar. Shuning uchun shu narsani biling. Mana gapirayotgan so'zimda kuch bor. Gapirayotgan gapimda kuch bor. Har biri ushaladidir. Diqqat qiling. Ayniqsa o'zingizga va farzandingizga gapirayotgan gapingizda diqqat qiling. Bilingki, biz yelkamizda o'tirgan farishta har bir gapimizga omin deydi. Shuning uchun gapirayotgan gapingizni faqatgina pozitiv, yaxshi, sizga xayrli bo'ladigan narsani gapiring.